Assalomu alaykum aka-ukalar, zo'rmisizlar, yaxshimisizlar? Kelayotgan hayit bayramlaringiz muborak bo'lsin. Mana shu katta dalada mana shunday katta dalada biz shunday katta dala, bu yog'i ham dala. Aka-ukalar, tovuq ishqibozlari. Biz dalada yurib fazanni inini tovib oldik. Mana buni qaranglar. Bu dalada fazan ko'p deydi. Ishonmasdim. Mana tuxumlar qaranglar. Silliq. Manaki tovuqning tuxumiga ham o'xshamaydi mana bu tuxumlar qarang. Boshqacha shaklda tuzilgan, boshqacha shaklda tuxum. Aka-ukalar, qaranglar. Mana bu tuxumlarni qaranglar. Shunday katta dala mana. Tulkilar ham jib ketmaydigan joyga tuxum qo'ygan. Bo'lmasam bu yoq bug'doyzor. Men hozir daladan o'tib ketayotib tuxumlar ko'rib qoldim. Aka-ukalar, tovuq ishqibozlari. Ko'ringizlar fazanni tuxumini. Bu tuxumni, fazanni tuxumini sizlarga hech kim ko'rsata olmaydi. Mana fazanni tuxumlari. Buni endi shu yerga qo'yib ketamiz endi. Ustini yopib, ustini bekitib ketamiz. Aka-uka, tovuq ishqibozlari, mana shunday dalalarda fazanlar, yovvoyi tovuqlar bo'ladi deb eshitganman. Birinchi marta tuxumini ko'rib turishim.